Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Farg'ona shahriga ustunovka qildik. Qisqacha materiallar haqida tanishtirib o'tamiz. Yondorlarimiz 10/5 2,5 stildan foydalangan hali zakasini bo'lgan, tag qismini shivillar qilib berganmiz, mustahkam bo'lishi uchun. Zakasga qarab aylantirog'ini ham shivillar qilib berishimiz mumkin. Listlarimiz 1.8, 1.5 listlardan foydalangan 3 qavatli darvozamiz. Darvoza shumka bo'lgan, ortiqcha dovush yo'q. Bezaklarimizga nejaveka berganmiz. O'ziga yarashgan ruchkalarni ham qo'yib berdik. Yoqqonisi zamovlarimiz zo'r zamov. Ichiga ishlashgan profillar oldiga 4 sinasi 2,5 sinadan foydalanganmiz. Tepa qismini ochiq qilib lazerda chiroyli qilib chizib berdik. Endi buni kraskalariga keladigan bo'lsak, toza devon kraskadan foydalanganmiz. Boshqalarga sepiladigan kraska. Orqa tomonlarni bir ko'rsatib turamiz. Orqa tomonlar shunaqa tekis ko'rinishda chiqqan. Kimga shunaqa sifatli, tezkor, shoshgan xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlari bor, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hop, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri zakasga qarab 1.250.000 so'mdan 1.500.000 so'mgacha O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovkada ichida qilib beramiz. Sog' bo'lasiz. Bittadan like bosib, esdan chiqmasin.